O Dünya. Abdori Doktor Muhammad Al-Arifi. Tərcümə qılğıcı Muhammad Barat. Nəşr qılğıcı Saciyə İslam Tədqiqat Mərkəzi. Müharriri Doktor Abdul Aziz Rahmetullah A9. Korrektori Abduli Abliz Muhammad Barat. Layihəligücü A. Aqhon. Cənnət ayalları. Cənnətdə ərlər və ayallar üçün mükəmməl bayaşatlıq болады. Haq Taala aytdı. Allah mümin erler ve mümin ayallarga astidan o'stanglar eqib turadigan jannatlarni va'da qildi. Ular jannatlarda mangu qoladi. Hamisha turadigan jannatlarda go'zal joylarni va'da qildi. Ular erishadigan Allohning roziligi jannat ne'matlarining hammasidan kattadir. Bu cho'ng baxtdir. Tavba surasi 72-oyat. Nabiy sallallohu alayhi vasallamning ko'plagan hadislarida jannatdagi erlarning go'zalligi sifatlangan. Ularning bundaq go'zal bo'lishi mo'minlarning o'zlari bilan va chiroyli tashqi qiyofati bilan mukammal huzurlanishi uchun va ularning ayollarining jannatda erlari bilan mukammal huzurlanishi uchundir. Shuningdek yana ko'plagan hadislarda jannatdagi mo'min ayollarning go'zalligi sifatlangan. Ularning bundaq go'zal bo'lishi mo'min ayolning o'zi bilan va go'zalligi bilan mukammal huzurlanishi uchun va ularning erlarining jannatda ayollari bilan mukammal huzurlanishi uchundir. Undaqda jannat ayollarning sifatlari qaysilar? Jannatda mo'min ayollarning shakllari o'zgaramdi. Jannatda qaysisining darajasi ustun bo'ladi? Dunyoda iymon etgan mo'min ayolningmi yoki shahlo ko'zlik hurlarningmi? Alloh taolo shahlo ko'zlik hurlardan bo'lgan jannatning ayollarini va ularning tashqi va ichki go'zalliklarini turli sifatlari bilan sifatlab berdi. Mo'min ayol shahlo ko'zlik hurlar sifatlangan har qanday sifatdan go'zaldir. Chunki dunyoda charchagan, namoz o'qigan, ibodat qilgan, haramdan yiroq turgan, kunduzlari ro'za tutgan va saharlarda Rabbidan qo'rqib yig'lagan mo'min ayolni Alloh taolo go'zallik va hurmat jihatda jannat uchun yaratilgan va hech qanday ibodatga taklif qilinmagan shahlo ko'zlik hurlar bilan barobar qilmaydi. Tuvandagi hadisdan shahlo ko'zlik hurlar sifatlangan har bir sifatdan mo'min ayol o'zining uningdan ustun ekanligini bilib olsin. Nabiy sallallohu alayhi vasallamning ayoli Ummu Salama radhiyallohu anha rivoyat qildiki, "Men, ey Rasululloh, dunyoning ayollari afzalmi yoki shahlo ko'zlik hurmi desam, u zot tashqi kiyim, ich kiyimdan afzal bo'lganidek, dunyo ayollari shahlo ko'zlik hurdan afzal dedi. Ey Rasululloh, nima uchun shundoq bo'ladi desam, u zot dediki, ularning Alloh roziligi uchun o'qigan namozi va tutgan ro'zalarining sababi bilan Alloh ularning yuzlariga nur ato qiladi, badallariga ipak kiydiradi. Ularning rangi ro'yi ap-oq, kiyimlari yeshil, zibu-zinatlari sariq, isiriqdallari yaqutdan, targ'oqlari oltindandir. Ular mana biz hargiz o'lmaydigan mangu yashag'uvchilarimiz. Mana biz huzur bag'ishlag'uvchimiz. Mangu qayg'urmaymiz. Mana biz muqim turg'uvchilarimiz. Mangu ko'chmaymiz. Mana biz rozimanlarimiz, mangu norozi bo'lmaymiz. Biz uninga taalluq bo'lgan va bizga taalluq bo'lgan kishi uchun go'zal qarorgoh muborak bo'lsin deydi. Shak shubhasizki bu isil ne'mat va husn jamol dunyoda mo'min ayolni amal ibodatlarni ko'p qilishga va Allohning dargohidagi savobga qiziqishga elib boradi. Jannat ayollari husn jamol, iffat, nozuklik va noz karashmaning eng yuqori chekididir. Tuvanda ularning bir qism sifatlari bayon qilindi. Birinci, jannatning ayollari go'zaldir. Haq Taala aytadi. Ularni turli hurmatlar bilan mushundoq ikrom qildik. Shahlo ko'zlik hurlarni ularga jup qilamiz. Duxon surasi 54-oyat. Mo'min bandaga jannatda dunyodagi salih ayoli jupti bo'ladi. Bu ayol shahlo ko'zlik, turqi bek chiroyli, qomati avrishim va yumshoq badan bo'ladi. Jannatdagi hurlar bo'lsa intayin chiroyli, go'zal ayollar bo'lib, go'zalligi, aqlqi va rangining suzukligidan qaragan kishi mahliya va hayronu has bo'ladi. Ammo oyatdagi shahlo ko'zlik hurlar bo'lsa, ikki ko'zi yo'g'on, ko'z qarchuqi qara, ko'zining qolgan yerlari oq ayollardir. Ikkinchi, jannatning ayollari yosh holatida bo'ladi. Bu yoshlik holati ayollar uchunmi, erlar uchunmi eng shirin va huzurli vaqtdir. Haq Taala aytadi. Shubhasizki, biz hurlarni yangidan yaratdik. Ularni pokiz, erlarga amroq tangtush qildik. Bu hurlar saodatmanlar uchundir. Voqea surasi 35-oyatdan 38-oyatlargacha. Yangidan yaratdik degan so'zning ma'nosi odamzod bo'lmish mo'min ayollarni Alloh avvalgi yaratilishidan boshqa shaklda yaratdi. Shuning bilan ular yosh, qiz holatida bo'ladi. Buning dalili Aisha radhiyallohu anha rivoyat qilgan bunu hadisdir. Nabiy sallallohu alayhi vasallamning yoniga ansarlardan bo'lgan bir qari ayol kelib,
ey Rasululloh, Allohning meni jannatga kirgizishiga duo qilib qo'ysinlar deganida, Nabiy sallallohu alayhi vasallam u ayolga chaqchaq qilib, haqiqatan jannatga qari ayol kirmaydi dedi. Shuning bilan bu ayol g'amkin holatda o'zini hargizmi jannatga kirilmaydiganman deb o'ylab ketib qoldi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam berib namoz o'qidi. Ondan Aisha radhiyallohu anhaning yoniga keldi. Aisha, "Men sizning so'zlarini ig'ir va qattiq ketdi deb qoldim" deganida, Allohning nabiysi sallallohu alayhi vasallam haqiqatan o shundoq. Allah ularni jannatga kirgizgunida ularni qiz holatiga akiladi dedi. 3. Jannat ayollari hayz ko'rmaydi. Bundaq bo'lishi jannat ayollarining va ularning erlarining mukammal huzurlanishi uchundir. Haq Taala aytadi. U yerda ularga pak juftlar bo'ladi. Nisa surasi 57-oyat. Ya'ni u ayollar hayzdan, nifasdan, cho'ng kichik tarat qilishdan, mishqirish, tukurish va boshqa har qanday aziyatlardan pakdir. Ular yana nachar axloqlardan va sifatlardan pakdir. 4. Jannat ayollari erlarining eng kelishgini deb qaraydi. Bu ayollar va ularning erlari uchun ne'matning to'liq bo'lganligining jumlasidandir. U ayollar erlarining ko'zlariga go'zal ko'rinadi. Erlarmi ayollarining ko'zlariga eng kelishgan ko'rinadi. Haq Taala aytadi. Ularning yanida erlarining g'ayriga ko'z solmaydigan shahla ko'zlik juftlar bo'ladi. Saffat surasi 48-oyat. Ya'ni jannat ayollari erlarining g'ayriga qaramaydi va o'ylabmi qo'ymaydi, balki erini erlarining ichida eng kelishgan deb qaraydi. 5. Jannat ayollarining badallarining go'zalligi. Jannat ayollarining yuzlarining go'zal va xushchiroy bo'lganligi bilan birga, Alloh taolo yana badallariga go'zallik va avrishimlikni ziyoda qiladi. Alloh taolo shubhisizki taqvodorlar ne'matga erishadi. U ne'mat bog'lar, uzumlardir, tangtush qizlardir. Naba surasi 31-oyatdan 33-oyatlargacha. Bu oyatdagi tangtush qizlar badanining hamma yerida to'liq go'zallik bor bo'lgan qizlarni ko'rsatadi. U yana yoshlari o'xshash qizlardir. 6. Jannatning ayollari erlarga eng yaxshi jup bo'lg'uchilardir. Jannatning ayollari qo'pollikdan asarmi yo'q, erlarga bek muloyim ayollardir. Alloh taolo ularni pokiz, erlarga amroq tangtush qildik degan. Voqea surasi 37-oyat. Ya'ni ular erlarga unsi ulfat va xushalliq bag'ishlovchi ayollardir. 7. Jannatning ayollari qiz holatidadir. Alloh taolo u jannatlarda erlaridan boshqalarga qaramaydigan, erlardan burun ular bilan hech ins jin yaqinchilik qilmagan xotinlar bor. Rahmon surasi 56-oyat. Ya'ni ularga erlardan ilgari biror inson yoki jin yaqin kelib boqmagan ayollardir. 8. Terileri mervayetdek suzuk ayollardir. Allah Taala go'yo ular suzuklikda yaqutdir, aqliqda mervayetdir degan. Rahmon surasi 58-oyat. Ya'ni u ayollar uningga qaragan odam uning pochiqining ustixonini terisidan ko'ra oladigan darajada yaqutdek suzukdir. Nabiy sallallohu alayhi vasallam jannatga kiradigan tunji jamoat oy to'lgan kechisidagi to'lin oy surtida bo'ladi. Ularning orqasidan kirdiganlarning chiroyi osmondagi eng nuroniy yulduzdek go'zal bo'ladi. Ularning dillari bir odamning dilidek bo'ladi. Aralarida ixtilof, o'ch adovat degan narsa bo'lmaydi. Ulardan har bir erning go'zalligidan, pochoqlarining yiligi go'sht sirtidan ko'rinib turadigan ikkidan hur pari ayoli bo'ladi degan. 9. Jannatning ayollari axloqi go'zal ayollardir. Alloh taolo jannatning ayollarini chiroylari go'zal bo'lish bilan birga axloqimi go'zal deb sifatladi. U jannatlarda chiroyli xotinlar bor. Rahmon surasi 70-oyat. 10. Jannatning ayollari yuzlarida nur va suzuklik bor bo'lgan ayollardir. Bu u ayollarning eng chiroyli ekanligining jumlasidan bo'lib, aqliqi va terisining suzukligidan ularga qaragan kishi yuzlarini nurli holatda ko'radi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytdiki, navoda jannat ahlidan bir ayol zimin ahliga qaraydigan bo'lsa, albatta ikkisining jannat bilan ziminning arliqini yo'rtib albatta ikkisining arliqini xushpuroqqa to'shqizib o'tgan bo'ladi. Haqiqatan uning ro'mulimi dunyo va uningdagi narsalardan yaxshidir. Nabiy sallallohu alayhi vasallam Alloh taolaning go'yo ular suzuklikda yaqutdir, aqliqda marvoyatdir degan so'zi haqida u kishi u ayolning chumbilining ichidan yuzini aynatdimi suzuk holatda ko'radi. Haqiqatan u ayolning eng kichik unchisi mashriq bilan mag'ribning orasini yo'rtidi. U ayolning ustida 70 qur kiyim bor bo'lib,
er bu kiyimlarning ichidan uning pochiqining yiligini ko'radi degan. Adillik, taqvodor, solih va pokiz mo'min ayol hur paridan afzaldir. Dunyodami va oxiratdami rafiqa. Mo'minning dunyodagi ayoli agar solih, erini suydigan bo'lsa va erimi uni suydigan bo'lsa, undaqda dunyodagi ayoli jannatdami ayoli bo'lamdi. Darajalar har xil bo'lamdi. Mo'minning dunyodagi ayoli jannatdami ayoli bo'ladi. Biroq Alloh taolo oxiratda er ayolning yuziga va axloqiga go'zallikni ziyoda qiladi. Yana daha Allohning fazl rahmatining jumlasidan jannatda agar er ayolidan daraja jihatda ustunroq bo'lsa, ayolini erining darajasiga ko'taradi. Agar ayol eridan daraja jihatda ustunroq bo'lsa, erini ayolining darajasiga ko'taradi. Alloh taolo aytadi: "Ular mangu turadigan jannatga kiradi. Ularning otalari, xotinlari va avlodining ichidagi yaxshilarmi jannatga kiradi. Farishtalar ularni muboraklash uchun jannatning har bir darvozasidan kiradi. Farishtalar u dunyoda savrni do'st tutganliklarinlar uchun sizlarga amonlik bo'lsin. Oxiratlikning yaxshi bo'lishi nima degan obdan deydi." Ra'd surasi 23-24-oyatlar. Oxiratlikning yaxshi bo'lishi nima degan obdan? Oxiratlikning yaxshi bo'lishi deganimiz mangu chiqmay qolib qoladigan jannatga va har vaqt yangilanib turadigan ne'matlarning ichiga kirish deganlikdir. Alloh taolo jannatda mo'minlar bilan ularning solihlardan bo'lgan otalari, ayollari va bolalarini jam qiladi. Bunday bo'lishi ularning xushalligining ziyoda bo'lishi uchundir. Farishtalar ularga jannatning har bir darvozasidan kirib, ularga salom qiladi va jannatga kirganligini muboraklaydi. Farishtalar ularga salom alaykum deb salom qiladi. Ya'ni sizlarga mangulik amonlik bo'lsin va har qanday balo qazolardan saqlanish bo'lsin. Sizlar savr qilgan va savrdan manfaatlangan edinglar. Turli mushaqqatlarni va dard alamlarni ko'targan edinglar. Shuning uchun jannatni qozondinglar. Sizlarning oqibatinglar nima degan yaxshi, mukofotinglar nima degan katta. Balki farishtalar bilan mo'minlarning orasidagi rishta dunyoning kunlaridan tartibli bar bo'lgan ko'ni rishtadir. Allah bizga shunda xabar berganki, arishni ko'tarib turgan va uning atrofidagi farishtalar mo'minlar uchun gunohlarning mag'firat qilinishini va jannatga kirishini tilab duo qilib turdi. Alloh taolo aytadi: "Arishni ko'tarib turgan va arishning cho'risidagi farishtalar Parvardigoriga tasbih aytadi, hamda aytadi, uninga iymon aytadi, mo'minlarga mag'firat tilaydi. Ular aytadi: Parvardigorimiz, sening rahmating va ilming hamma narsani o'z ichiga oladi. Tavba qilg'uvchilarga va sening yo'lingga ergashganlarga mag'firat qilgan, ularni do'zax azobidan saqlagan. Amin." G'ofir surasi 7-oyat. Jannat ahli aldirashdir. Shundaq, jannat ahli jannatda turli ne'matlardan va ayollardan huzurlanish bilan aldirashdir. Haq taolo aytadi: "Shubhasizki u kunda jannat ahlilari ne'mat ichidadir. Ular va ularning juftilari jannatlarning soyalari ostida taxtlariga yulangan holda turdi." Yasin surasi 55-56-oyatlar. Ular bizning oyatlarimizga iymon etgan va musulmon bo'lganlar edi. Ularga sizlar ayollaringlar bilan birga xushal-xuram holda jannatga kiringlar deyiladi. Zuhruf surasi 69-70-oyatlar. Biz yuqorida mo'minning dunyodagi ayoli jannatdami ayoli bo'ladi dedik. Lekin dunyoda ayol kishining 2 qatim yatliq bo'lganlikdan 2 eri bo'lgan bo'lsa, oxiratda bularning hammasi jannatga kirgan bo'lsa, bu ayol u 2 erning qaysisiga mansub bo'ladi? Nabiy sallallohu alayhi vasallamning ayoli Ummu Habiba radhiyallohu anha: "Ey Rasululloh, aramizda bir ayolning dunyoda 2 eri bo'lib, u ayol vafot bo'lgandan keyin u va uning 2 eri hammasi jannatga kirsa, bu ayol qaysisining bo'ladi? Oldinqisigami yoki keyingisigami?" deb so'raganda, u zot u ayolga ikkisidan dunyoda u ayolga eng go'zal axloqda bo'lganini tanlash ixtiyorligi beriladi. U jannatdami eri bo'ladi dedi. Andan: "Ey Ummu Habiba, go'zal axloq dunyo va oxiratning xayrliklarini olib ketdi" dedi. Vapa. Er ayolning dunyoda toatda hamkorlashishi ikkisini jannatda xotirjam holatda jam qiladi. Jannatning bozori. Jannatning ne'matlari va turli xushalliqlari bek ko'pdir. O ne'matlar bo'lsa, turli taomlar, ichimliklar, kiyimlar, mo'ndishlar, xushalliqlar va uningdan boshqalardir. Jannat ahli bu mangulik hayotda har kuni yangi bir ne'matni ko'rib turadi. Bu ne'matlarning qatoridan jannatning bozoridir. Undaqda jannatning bozori degan nima? U bozorda nimalar sotiladi? Jannatda o'zlari xohlagan narsalar bilan huzurlana oladigan tursa, u bozorning nima ahamiyati bor?
insonda ne'matlar qancha mo'l bo'lsa, uning turmushi shuncha ma'nilik va ko'ngillik bo'ladi. Shuning uchun Alloh jannatda bozorni yaratdi. Chunki ba'zi insonlar bozorga berish va bozordagi narsalarni ko'rish bilan huzurlandi. Jannatning bozorining go'zalligi. Jannatning bozori ko'ngillikligi, go'zalligi va tizilgan narsalarning turi jihatda dunyoning bozorlariga o'xshash emasdir. Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytdiki, haqiqatan jannatda bir bozor bor bo'lib, ahli jannat har juma kuni shu yerga yig'iladi. Shimol shamili kelib, ularning yuzlariga va kiyimlariga xushbo'y chachadi. Shuning bilan ular texmi go'zallashib ketadi. Ular husn jamol qo'shilgan holda ayollariga qaytadi. Ayollari ularga Allah bilan qasamki, sizlar bozorga borgandan keyin husn jamolinglar texmi eshibdi deydi. Ularmi ayollarga Allohning nomi bilan qasamki, biz chiqib ketgandan keyin sizlarning husn jamolinglar texmi eshibdi deydi. Mana bu jannatning bozori bo'lib, xuddi dunyoda insonlar bozorga yig'ilgandek, jannat ahlimi jannatning bozoriga yig'iladi. Jannatning shamili shimol tarafdan chiqadiganligining sababi shuki, Arab diyorida shimol shamili yomg'ir shamolidir. Bu shamol Sham tarafdan chiqadigan va yomg'irning bulutini elib keladigan bo'lib, ular shimol shamolini arzu qiladi. Shunlashqa jannat ahliga shimol shamoli chiqib, ularga jannat zaminidagi mishki anbarni to'zdidi. Jannat ahli savdo satiq qilishni sag'inadi. Jannatning bozorida ko'p xushalliqlar bor bo'lib, jannat ahli bu bozorning kelishini kutadi. Said ibn Musayyab Abu Hurayra radhiyallohu anhu bilan uchrashib qoldi. Abu Hurayra uningga "Men Allohdan sen bilan jannat bozorida uchrashishimni tilayman" deganida, Said "Jannatda bozor bormi?" dedi. "Ha, bor. Nabiy sallallohu alayhi vasallam menga xabar berdiki, jannat ahli jannatga kirganlarida amallarining darajalariga qarab o'rinlashadi. Ondan ularning dunyo kunlaridan juma kundagidek bir kunda Parvardigorini ziyorat qilishi uchun ruxsat beriladi. Ular u kunda Allohni ziyorat qiladi. Allah ularga arshini ko'rsatib, jannat bog'chalaridan birida ularga ayon bo'ladi. Ham ularga nurdan, marvoyatdan, yaqutdan, guhardan, oltindan va kumushdan yasalgan munbarlar qo'yiladi. Ularning darajada eng tuvini, halbuki ularning ichida tuvini yo'qdir. Ipar va kafir dövsi ustida o'ltirdi. Ular turgan joyining esilligidan munbar egillarini o'zlaridan so'rin jihatda afzal deb qaramaydi. Abu Hurayra mundaq dedi: "Men, ey Rasululloh, biz Rabbimizni ko'ramdiq degan edim. O zot shundoq, to'lin ayni bulutsiz osmonda ko'rishdan gumonlanamsizlar" dedi. Men yo'q desam, o zot shuningdek Parvardigoringlarni ko'rishdan gumonlanmaysizlar. Shaksiz ko'rsilar. U so'rinda Alloh taolo bevosita xitob qilmaydigan birmi odam qolmaydi. Hattoki ularning ichidan bir kishiga "Ey paloni, sen mundaq amallarni qilgan kuningni eslayolmaysan" deb uningga dunyodagi ba'zi sat ishlarni eslatadi. U kishi "Ey Rabbim, sen meni mag'firat qilmaganmiding" deydi. Alloh shundoq mening mag'firatimning bakmu kengligidan sen shu maqomga erishding deydi. Ular shundoq suhbat qilayotgan chaqda ustidan bir bulut qaplaydi va ularga nihoyat esil xushpuroq yog'adi. Bundaq puroqni undan burun hech kim purab baqmagan edi. Ondan nomi ulug' Alloh, "Men sizlarga tayyorlab qo'ygan buyuk izzat ikromdan ko'ngillar tortganni elinglar" deydi. Ondan atrofini farishtalar qoplab ketgan bir bozorga boramiz. Undaq bozorni ko'zlar ko'rib, quloqlar anglab, qalblarmi xiyol qilib baqmagan. Bizga ko'nglimiz tortgan narsalar yuklab beriladi. O bozorda bir narsa setilmaydi va setib olinmaydi. O bozorda jannat ahli bir-biri bilan uchrashadi. Yuqori martabali kishi o'zidan tuvan martabali kishi bilan uchrashadi. Halbuki ularning ichida tuvan yo'qdir va tuvan martabali kishi uning ko'zini qamashtiradigan libosidan hayron qoladi. Lekin so'zining oxiri tugmay turib, o'zining ustidagi kiyimi uninkidan esil ko'rinib ketadi. Bundaq bo'lishi jannatda hech kimning ko'ngli yerim bo'lmaydiganligi uchundir. Ondan turalg'olarimizga qaytamiz. Ayollarimiz bizni qizg'in kutib olib, "Xush kelibsiz, qarshi olamiz. Bu yerdan ketgan vaqtingizdagidimi kelishgan, texmi xushpuroq bo'lib qaytib kelibsiz" deydi. U kishi "Haqiqatan biz bugun Rabbimiz Jabbor bilan hamsuhbatda bo'ldik. Shu sababdan bizga mushundoq qaytib kelishimiz loyiq bo'ldi" deydi. Bilim. Parvardigorimiz insonlarning turli narsalarni ko'ngil tortadiganligini bilganligi uchun ularga jannatning ne'matlarini turli qilib berdi. Mening bir do'stim bor edi. Jannat ahli ko'ngillar tortgan narsalarda va arzu-armonlarda har xil bo'ladi. Ular uchun jannatda ko'ngillar tortgan, ko'zlari ko'rib huzurlanadigan va ko'ngillariga kechib boqmagan narsalar bor. Undaqda ular dunyoni aslashamdi. Ularning do'zax ahlidan bo'lgan tonishlarining holi qandoq bo'ladi? Ularning bu vaqtdagi paranglari qandoq bo'ladi? Jannat ahli uchun nurg'un so'rinlar bor bo'lib, ular bu so'rinlarda xoligini bo'yicha paranglashadi.
Ba'zida dunyodagi chaqda bir-birining o'ttirisida bo'lgan ishlarni, bir-birining o'zaro qilishgan arzu-armonlari va Parvardigoriga qilishgan duolarini eslashidi. Ular yana do'zax ahlini eslashidi va Allohning o'zlarini do'zax azobidan qutuldirganligiga hamda aytishidi. Do'st va uning do'stining qissasi. Jannat ahli o'zaro uchrashib, bir-birini ziyorat qilishidi va dunyoda bir-birining o'ttirisida bo'lgan ishlarni eslashidi. Shundaqla ular o'zaro so'zlashib, uns ulfatda bo'lishidi va dunyodagi chaqda ular bilan birga bo'lgan birmuncha insonlar to'g'riliq so'rashidi. Ular krislolarga yulangan va turli ne'matlardan bahramand bo'lib turgan holda bir-biridan dunyodagi chaqdagi ahvollardan so'rashidi. Hattoki bu so'zlashishning natijasida jannatdagi ne'matlardan bahramand bo'layotgan mo'minlarning biri dunyodagi chaqda o'zi bilan birga yurgan bir kishini eslaydi. Bu kishi bo'lsa, oxirat kunini inkor qilgan va uni Allohga uchrashishdan umidsizlantirgan kishi edi. Bu mo'min boshqa mo'min birodarlarga o'zining ashu nachar hamrohi haqida so'zlab berdi. Alloh taolo bu holatni sifatlab aytdi. Ular, ya'ni jannat ahli bir-biriga qarshi parang solishadi. Ulardan biri aytdi: "Mening bir do'stim bo'lib, u menga sen o'lgandan keyin tirildirishga haqiqiy ishonamsan? Biz o'lib to'pig'a va quruq so'ngakka aylangan chaqda biz cho'qim qilmishlarimizdan hisob beramdiq" deydi. Saffat surasi 50-oyatdan 53-oyatlargacha. Bu vaqtda ular bu kishining jannatda ular bilan birga emasligini biladi va mo'minlar bir-biriga u kishini ko'rib beqish uchun do'zaxga qarab beqish taklifini berdi. Bu vaqtda Alloh taolo u birodarlarga sizlar uni, ya'ni do'stimni ko'ramsizlar deydi degan. Saffat surasi 54-oyat. Uning do'stining holi. U mo'min va uning hamrohlari do'zaxga qaragan chog'da u kishining do'zaxning o't tursida o'rilib, cho'rilib turganligini, kuyayotganligini, varqirayotganligini, yordam talab qilayotganligini, hech qanday bir yordam qilg'uchining yo'qligini, atrofida nurg'un o'tdan bo'lgan yilonlarning turganligini va qiziq toshlarning borligini ko'rdi. Alloh taolo u qarabla uni, ya'ni kofir do'stini do'zaxning o't tursida ko'rdi degan. Saffat surasi 55-oyat. Shundaq u do'stini do'zaxning o't tursida rangi qaridab ketgan, terilari so'yilib ketgan va qattiq azoblanayotgan holatda ko'rdi. Bu bo'lsa, haddidan oshgan, haqdan yuz o'rgan va takabburlik qilgan insonlarning jazosidir. Bu vaqtda mo'minning qalbi xushallikqa to'ladi va dunyoda bu nachar do'stiga itoat qilmaganligi va uning azg'unligiga ergashmaganligiga qarata Allohga hamd aytadi. Shundaqla mo'min bu azg'un hamrohini malomat qilishga boshlaydi va Allohga o'zini azg'unlikdan saqlab qolganligiga qarata hamd aytadi. Haq taolo aytadi: "Agar Parvardigorimning meni iymonimda mustahkam qilishdan iborat marhamati bo'lmagan bo'lsa, albatta men sen bilan birga do'zaxga hozir qilinganlardan bo'latdim. Tunji o'lgunimizdan boshqa o'lmamdiq, azobga duchor bo'lmamdiq. Bu, ya'ni ahli jannat erishgan ne'mat haqiqatan zo'r baxtdir. Ishliguvchilar mushundaq zo'r baxtga erishish uchun ishlasin." Saffat surasi 56-oyatdan 61-oyatlargacha. Shundaq bu mo'min u azg'un hamrohining kufrligiga va oxirat kunini inkor qilganligiga ergashgan bo'lsa, albatta uning bilan do'zaxda hozir qilingan bo'ladi. Fursat. Hayot qayta kelmaydigan bir fursatdir. Shunga uni nachar hamroh bilan zoya qilib o'tishdan hazar ayla. Mo'minlarning Parvardigorini ko'rdiganligi. Oxiratda Allohni ko'rish eng cho'ng mukofot, katta ne'mat va cho'ng g'oya nishondir. Jannatdagi har qanday ne'mat agar Allohning jamolini ko'rish ne'mati bilan solishtirilsa, kichik ne'mat bo'lib qoladi. Allohdan bizga o'zining jamolini ko'rish ne'matini nasib qilishini so'raymiz. Amin. Undaqda mo'minlar Parvardigoriga qachon qaraydi? Allohni ko'rdiganligining dalillari nima? Mo'minlarning u chog'dagi lazzati qandoq bo'ladi? Alloh taolo itoatman va taqvodor mo'minlarning Allohni ko'rdiganligini bayon qilib aytadi. Yaxshi ish qilganlar jannatga va Allohning jamolini ko'rishga noil bo'ladi. Yunus surasi 26-oyat. Bu kunda saodatmanlarning yuzlari nurliq bo'ladi. Ular Parvardigoriga qarab turadi. Qiyomat surasi 22-23-oyatlar. Nabiy sallallohu alayhi va sallam dediki, jannat ahli jannatga kirsa, Alloh yana boshqa bir narsa berishimni xohlamsizlar deydi. Ular yuzimizni yo'q qilmadingmi? Do'zaxdan qutqizib jannatga kirgizmadingmi? Buningdan boshqa biz yana nimani tilaydiq deydi. Shuning bilan parda echidildiki, ular o'z Parvardigori azvajallaga qarashdanmi suyimliroq bir ne'mat ato qilinmagan bo'ladi. Ondan Nabiy sallallohu alayhi va sallam bu oyatni o'qidi. Yaxshi ish qilganlar jannatga va Allohning jamolini ko'rishga noil bo'ladi.
ularning yuzlarini qarilik va xorliq qoplamaydi. Ya'ni ularga g'am qayg'u va parishonlik yuzlanmaydi. Ana shular ahli jannat bo'lib, jannatda mangu qolg'uvchilardir. Yunus surasi 26-oyat. Ashablar Allohni ko'rish haqida so'raydi. Ashabi kiramlar mo'minlarning yaxshilari va solihlarning ulgularidir. Allohni so'yish ularning qalblariga to'shib ketgan va ularning ma'naviyatini egillagan edi. Ular bu ummatning iymoni eng komil, aqidasi eng sof va ibodati eng ko'p bo'lgan sarxillaridir. Ashablardan biri Nabiy sallallohu alayhi vasallamdan biz qiyomat kuni Rabbimizni ko'ramdiq deb so'raydi. Rasululloh to'lin oyni bo'lsiz osmonda ko'rishdan gumonlanamsizlar dedi. Yo'q ey Rasululloh. Bo'lsiz osmonda kunni ko'rishdan gumonlanamsizlar? Yo'q ey Rasululloh. Rabbinglarni ana shundoq aniq ko'rsalar. Ya'ni sizlar Allohni hech qanday to'salg'usiz holatda ochiq ko'rsalar. Bu ko'rishda bir-biringlar bilan qistilishib qolmaysizlar va siqilmaysizlar. Jannat ahli jannatda turli ne'matlar, uns-ulfatlar, mo'ndishishlar va eng katta ne'mat bo'lgan Allohning jamoliga qarash bilan bo'ladi. Undaqda ular Allohning jamoliga qachon qaraydi? Nabiy sallallohu alayhi vasallam Allohning yaxshi ish qilganlar jannatga va ziyodiga Allohning jamolini ko'rishga noil bo'ladi degan oyatini o'qib dediki, jannat ahli jannatga, do'zax ahli do'zaxga kirsa, bir nido qilg'uchi: "Ey jannat ahli, haqiqatan sizlarga Allohning bir va'dasi bor bo'lib, u va'dasini sizlarga amalga oshirishni iroda qiladi" deydi. Ular: "U qaysi va'da? Alloh bizning tarozilarimizni ig'ir qilmadimi? Yuzlarimizni yo'riq qilmadimi? Bizni jannatga kirgizmadimi va bizni do'zaxdan qutuldirmadimi?" deydi. Shuning bilan ularga parda echib etiladi va Alloh azza va jalla ularga tajalli qiladi. Shuning bilan Alloh ularga o'z Parvardigoriga qarashdan suyimliroq bir ne'mat ato qilmagan bo'ladi. Bu Allohning so'zidagi ziyodadir. Allohning roziligi va Allohni ko'rish. Alloh jannat ahli uchun ulardan rozi bo'lishi bilan birga ularning o'zini ko'rdiganligidan iborat ikki ne'matni jamlaydi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytdiki, Alloh tabarak va taolo jannat ahliga "Ey jannat ahli" desa, ular "Xo'sh, ey Rabbimiz, taotingga tayyormiz" deydi. Alloh "Rozi bo'ldinglarmi" desa, ular "Maxluqlaringdan hech biriga ato qilmaganni bizga ato qilgan tursang, nimishqa rozi bo'lmaydi ekanmiz" deydi. Alloh "Men sizlarga uningdan afzalini beraman" deydi. Ular "Ey Rabbimiz, uningdan afzal qaysi narsa u" deydi. Alloh "Sizlarga roziligimni tushiraman. Uningdan keyin sizlarga mangu g'azab qilmayman" deydi. Namoz o'qiganlar Allohni ko'rishga eng loyiq kishilardir. Nabiy sallallohu alayhi vasallam ashablarga har vaqt oxiratda Parvardigorimiz Allohni ko'rdiganligini eslatib, ularni buniga qiziqtiradi. Shundaqla bomdod namozi bilan asr namozini davomli o'qigan kishi Allohning jamolini ko'rishga loyiq bo'lur deb bayon qilib bergan edi. Jarir ibn Abdullah raziyallohu anhu aytadi: "Biz Nabiy sallallohu alayhi vasallamning yonida edik. U zot to'lin oyga bir qarab etib dediki: Sizlar cho'qim pat arada Rabbinglarni xuddi mushu oyni ko'rgandek hech qanday to'salg'usiz ochiq oshkora ko'rsizlar. Shunga kun chiqishdan burun va kun petishdan ilgari o'qiladigan namozni boshqa ishlar bilan mashg'ul bo'lib qolmay, vaqtida o'qiy oladigan bo'lsanglarla cho'qim shundoq qilinglar." Ya'ni bu ikki namozning vaqtida uxlab qolib yoki bu namozlarga sal qarab qazo qilmay, vaqtida o'qiy oladiganlar bo'lsanglar shundoq qilinglar. Allohni ko'rish jannatdagi ne'matlarning eng kattasidir. Nabiy sallallohu alayhi vasallam jannatning oltin va kumushdan bino qilinganligini, bu binoning go'zalligini va ko'rkamligini sifatlab berdi. Andan ularning bu esil ne'mat va xushalliqlar bilan birga yana Allohning jamoliga qarash bilan texmi xushalliqni ziyoda qildiganligini bayon qilib berdi. U zot aytdiki, qochquchilari va uningdagi barliq narsalar kumushdan bo'lgan ikki jannat bor. Yana qochquchilari va uningdagi barliq narsalar oltindan bo'lgan ikki jannat bor. Adin jannatiga kirgan kishilarning Allohning jamoliga qarashiga faqat Allohning zotidagi ulug'liq ridosida parda bo'lib turadi. Allohdan bizni o'zining muborak jamolini ko'rishdan mahrum qilmasligini so'raymiz. Amin. Jannat ahlining eng ustun bo'lgani Parvardigorimizning jamolini atigan oqshomda ko'rib turadi. Jannat ahli daraja jihatda bir-biridan farqli bo'lganligi uchun ularning ba'zilariga ato qilingan ne'mat ba'zilarininkidan ko'proq bo'ladi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytdiki, jannat ahlining eng tuvan darajadagisi shundoq bir odamki, u o'zining igdorchiligidagi joylarda va karavotlarda 1000 yil mangadi. U bu joylarning eng yaqin yerini ko'rgandek, eng yiroq yerini ko'rdi. Jannat ahlining eng yuqori darajadagisi adigan va oqshomda Parvardigorini ko'rdi. Andan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu kunda saodatmanlarning yuzlari nurliq bo'ladi. Ular Parvardigoriga qarab turdi degan oyatni o'qidi.
Lazzat. Allah bilan qasamki, agar jannatlarda Allohning jamolini ko'rish bo'lmagan bo'lsa, bu jannatlar ariflarga go'zal bo'lmagan bo'ladi. Jannat ahlining arzu armonlari. Jannatda ko'ngil tortgan va ko'zlar ko'rib lazzatlanadigan jami ne'matlar bor bo'lib, banda jannatda nimani arzu qilsa va nima ko'ngliga kelsa, u narsa shu hamon oldida bo'ladi. Jannat ahlining arzu armonlari va huzurlari har xil bo'ladi. Ularning ichida yer terishni yaxshi ko'radigan kishi inson dunyoda turmushini qamdash va bolalarini beqish uchun yer terish va uni ko'ngil qo'yib parvarish qilish bilan ko'p jafolarni tortadi. Ammo jannatda bo'lsa ko'p bog'lar, o'stanlar, ziroatlar va esil o'rinlar bor bo'lib, yer terishga ehtiyoj yo'qdir. Lekin jannatda bir kishi yer terishni arzu qilib qoladi. Bir kuni Nabiy sallallohu alayhi vasallam ashablariga so'zlayotganida yanada bir arabiy bor edi. U zot dedi: Jannat ahlidan bir kishi Allohdan ziroat terishga ijozat so'raganda, Alloh uningga jannatda sening xohlaganing borg'u degan edi. U kishi: "O'g'u shundoq, lekin men ziroat terishni yaxshi ko'raman" dedi. Allah onunğa icazet bergende u kishi yer terib edi, ko'ziga ziroatlar pishib, o'rilib, ba'ayni tog'lardek bo'lib ketganligi ko'rindi. Shuning bilan Allah onunğa: "Ey odam bolasi, buni olgin. Seni hech narsa to'yg'izolmaydi" deydi. Buni anglagan yanidagi arabiy kishi Allah bilan qasamki, u odamning Qurayshlik yoki Ansariydan boshqasi emasligini ko'rsan. Chunki ular ziroatchi xalq, ammo biz ziroatchi emasmiz dedi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam kulib ketdi. Jannat ahlining ba'zilari farzand ko'rishni arzu qiladi. Jannatda Allah mo'minlarga ularning mo'min bolalarini qo'shib berib, uni katta xushallikqa erishtiradigan bo'lsa-mu, biroq yana jannatda ba'zi mo'minlar farzand ko'rishni arzu qiladi. Farzand ko'rishni arzu qilgan mo'minga Allah bir soatda arzusini amalga oshirib berdi. Ya'ni uning ayoli bir soatning ichida homildor bo'lib tug'ib bo'ladi. Qursoq ko'tarish va tug'utning mushaqqatlarini tortmaydi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam mo'min jannatda farzand ko'rishni arzu qilganda, uning balaga qursoq ko'tarishi, tug'ishi va u balaning yoshiga to'shishi arzu qilgandagidek bir soatda amalga oshadi degan. Qudrat. Jannat to'liq bayoshatlik bo'lgan bir joy bo'lib, hamma narsaga qodir Parvardigorimiz jannatda bandalariga ko'ngli tortgan narsalarni beradi. O'limni bo'g'izlash. Jannat ahlini jannatga teg'imi qiziqtirib, jannat ne'matlaridan yanami ko'p halovat topqozadigan omillardan biri jannatda abadiy yashashdir. Ular o'lmaydi va yo'qolmaydi. Hatto ularga na g'am-g'ussa, na kasallik darmaydi. Undaqda ular jannatda qandoq mangulik qoladi? O'limning holi qandoq bo'ladi? Bandaning o'ziga ato qilingan ne'matdan huzurlanishiga daxl qiladigan ishlardan biri uning gohida bu ne'matning yo'qolib ketishidan yoki uzilib qolishidan ansirab qolishidir. Bu dunyo ne'matlarining holi bo'lib, qanchalik cho'ng bo'lib ketishidan qat'iy nazar ne'mat hamini yo'qoladi. Ammo jannatning ne'mati bo'lsa mangu yo'qolmas, doimlik ne'matdir. Bu vaqtda Alloh taolo aytadi: "Ey Muhammad, qavminga aytqinki, sizlarga ulardanmi, ya'ni dunyoning zibu-zinnatlari va ne'matlaridanmi yaxshi bo'lgan narsalarni aytib beraymi? Taqvodorlar uchun Parvardigori huzurida ostidan o'stanlar eqib turadigan jannatlar bo'lib, ular jannatlarda mangu qoladi. Jannatlarda pok jo'ptilar bor. Taqvodorlar uchun yana Allohning rizosi bordir. Allah bandalarini, ya'ni ularning hamma ishlarini ko'rib turg'uchidir." Al-Imron surasi 15-oyat. Jannat ahlining jannatda mangu qoladiganligi. Jannatiylarning jannatda mangu qilishi jannatdan chiqmasligi va o'lib ketmasligidan iboratdir. Haq Taolo aytadi: "Ularning, ya'ni yuqorqi xislatlarga ega kishilarning mukofoti Parvardigori tarafidan bo'lgan mag'firat va ostidan o'stanlar eqib turadigan jannatlardir. Bu yerda ular mangu qoladi. Yaxshi ish qilg'uvchilarning erishadigan savobi nima degan yaxshi?" Al-Imron surasi 136-oyat. Shundoq Allah bilan qasamki, yaxshi ish qilg'uvchilarning erishadigan ajri nima degan yaxshi? Alloh taolo yana aytar: "Saodatmanlarga kelsak, ular jannatga kiradi. Jannatning osmon zamini yo'qolmayli tursa, ular jannatda Parvardigoring xohlagan zamongacha davomli turaveradi. Bu ularga qilingan o'zilib qolmaydigan in'omdir." Hud surasi 108-oyat. Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytdiki, kimki jannatga kirsa mangu yashaydi, o'lmaydi. Nazu ne'matga va baxt saodatga erishadi. Mangu baxtsiz bo'lmaydi. Kiyimlari ko'nirmaydi va yoshliqqa yo'qolmaydi. Yana aytadi: "Bir nido qilg'uchi deydi-ki, sizlar mangu yashaysizlar, o'lmaysizlar, sog'lom bo'lasizlar, hargiz kasal bo'lmaysizlar, yosh tursizlar, hargiz qarimaysizlar. Sizlar nazu ne'matda, baxt saodatda cho'misizlar. Mangu baxtsizlikka duchor bo'lmaysizlar."
Mana bu Allohning ularning ko'ngillardagi o'chmanliklarni elib tashladik. Ya'ni jannatga kirganlar orasida o'zaro og'riq adovat bo'lmaydi. Ularning saroylari ostidan jannatning o'stanlari eqib turadi. Ular jimi hamdusana bizni bu ne'matlarni hosil qilishga yetaklagan Allohga bo'lsinki, Alloh bizni yetaklamagan bo'lsa, to'g'ri yo'l topmagan bo'lardik. Parvardigorimizning payg'ambarlari bizga haqni elib keldi deydi. Ularga qilgan amalinglar uchun sizlarga berilgan jannat mana mushu deb nido qilindi. Ya'ni farishtalar shundoq deb nido qiladi degan so'zining ma'nosidir. A'rof surasi 43-oyat. O'limni bo'g'izlash. O'lim kichikkimi kelib hayotini oxirlashtiradi, tijoratchigimi kelib tijoratidan mahrum qiladi, betobqimi kelib kasal azobidan xalos qiladi. Demak, o'lim hammaga keladi. Cho'ng kichik, boy kambag'al ayirib o'ltirmaydi. O'lim bir eshikdirki, barcha inson bu darvozadan kiradi. O'lim bir ne'matdan huzurlanayotgan kishining yanida tilga ilinsa, u kishiga shu ne'matning huzurini aziltib qo'ydi. O'zaro mo'ngdishib, ulpatlashayotgan kishilarning yanida tilga ilinsa, bu ulpatlashishga ta'sir ko'rsatadi. Ammo jannatda bo'lsa o'lim yo'qdir. Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytdiki, do'zax ahli do'zaxga kirib, jannat ahli jannatga kirgizilganda, o'lim ba'ayni ala qo'chqarga o'xshash elib kelindi. Andan bir nido qilg'uchi, ey jannat ahli, buni to'lomsizlar deydi. Jannat ahli boshlarini ko'tarib, bu yo'llarni so'zib qaraydi. Ularning hammasi ilgari o'limni ko'rgan edi. Ular shundoq to'naymiz, bu o'limdir deydi. Andan yana u nido qilg'uchi, ey do'zax ahli, buni to'lomsizlar deb nido qildi. Ular boshlarini ko'tarib, bu yo'llarni so'zib qaraydi. Ularning hammasi ilgari o'limni ko'rgan edi. Ular shundoq to'naymiz, bu o'limdir deydi. Andan o'lim tutilib bo'g'izlanadi. Andan haliqa nido qilg'uchi yana ey jannat ahli, mangu yashash bar, o'lim yo'qdir. Ey do'zax ahli, mangu yashash bar, o'lim yo'qdir deydi. Bu Allohning ularni, ya'ni xaloyiqni hasrat kuni, ya'ni qiyomat kunidan ogohlantirgan. U chaqda hamma ish bir taraf qilingan bo'ladi. Halbuki ular g'aflatdadir, qiyomatni inkor qilmoqdadir degan so'zining ma'nosidir. Maryam surasi 39-oyat. Hayhat, jannat ahlining xushal-xuramligi va huzur halovati bilan do'zax ahlining g'am qayg'usi, yig'izari, hasrat nadomati va azob uqubatining orasidagi farq nima degan cho'ng-a? Ko'rish. Jannat ahli bilan do'zax ahli mangu qilishiga ishonchisining eshishi uchun o'limning bo'g'izlanganligini aynan ko'radi. Xotima. Barliq hamd sana Allohga xosdir. Durud va salomlar Allohning payg'ambariga, u zotning oila tavobatlariga va uning hamma ashablariga bo'lsin. So'zimizga kelsak, dunyo va oxiratdagi baxt saodatning sabablaridan biri qalbning haqiqiy bo'ysungan holda Allohga yuzlanishidir va bu yuzlanishning olamlarning parvardigori Allohni so'yishni va u zotga ibodat qilishni hosil qilishidir. Haq taolo aytadi: Allohga sherik keltirgan odam yaxshimi yoki oxirat azobidan qo'rqib, Parvardigorining rahmatini umid qilib, kechining soatlarini sajda qilgan va qiyomda turgan holda ibodat qilib o'tkazgan odam yaxshimi? Aytqinki, biladiganlar bilan bilmaydiganlar barobar bo'lamdi. Faqat sog'lom aql egalariga ibrat oladi. Zumar surasi 9-oyat. Kishining oxiratga jazmiy ishonishi va oxiratdagi ishlarni hamda u ishlarning haqiqatlarini bilishi uning bu ishlarda tavranmay turishiga turtki bo'ladigan ishlarning qatoridandir. O'sha bu maqsadda bu kitobni tuzib chiqdim. Uningda Qur'on Karim va sahih hadislarda kelgan mazmunlarga ching esildim. Bu kitobni tuzish jarayonida bizni eng ko'p charchatgan ishlardan biri munosib rasm va loyihalarni tanlash bo'ldi. Bundaq bo'lishi bu kitob jannat, do'zax, pilsirat va taroza qatorli g'ayib ishlar haqida so'zlaydi. Bu biz ko'rib boqmagan va muayyan shakl yoki rasmlar bilan ifodalayolmaydigan mazmunlardir. Shundaqdimi biz shar'iy prinsiplarga rioya qilgan va kitobning esilligiga ta'sir yetkazmagan asosda munosib rasmlarni qo'ydik. Agar biror ayib nuqsonni ko'rsangiz, tuzitib tushungaysiz. Darvaqa faqat va faqatla ulug' Allohla ayib nuqsondan pokdir. Allohdan bu kitob bilan musulmonlarga manfaat berishini va fiqr kitobidan ba'zi ma'lumotlarni ko'chirib olgan qarindoshlarimga yaxshi mukofot berishini so'rayman. Amin. Bu kitob 1432-yil Zulhajjaning 9-kuni, ya'ni milodiya 2011-yil 5-noyabr tamomlandi. Doktor Muhammad al-Arifi, Sajiya Islom tadqiqot markazi.